Diydor shirin, ayniqsa bu sinfdoshlar bilan bo'ladigan uchrashuv bo'lsa albatta. Qarshi shahridagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabining jonkuyar o'quvchilari bugun 50 yillik sog'inch tadbiridalar. Darvoqe ular 1964-yil 1-sinfga qadam tashlashgan. 1975-yilda maktab ostonasidan katta kelajak sari uchirma bo'lganlar. Bir narsa borki, shuncha yil o'qidinglar, ketdinglar, mana 50 yil bo'libdi. Mana shunday holatni tiklash, mashina ketirish o'zi bo'lmaydi. Men juda xursand bo'lib ketdim, quvonib ketdim, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. O'zimizning sinflarni ko'rib, ayrim o'qituvchilarimizni ko'rib, juda xursand bo'ldim. Xudoga shukr, shu kunlarga yetib keldik. Hammamiz ahil sinf bo'lganmiz. Domlalarimizga katta rahmat, ustozlarimizga katta rahmat. Alloh rahmat qilsin, ko'plar o'tib ketibdilar. Men xursand bo'ldim. Ko'rishib turganimdan xursand bo'ldim. Sinf davriga birinchi marta kelganimizga yoshgina qizcha bo'lganmiz. Sochlarimizga lentichkalar taqib keyin men aytaman, shunday davrlar o'qidik. Hammamiz yaxshi ishchilar bo'lib yetishdik. Ko'plarimiz oliy ma'lumotli. Ilm maskaniga yig'ilishgan sinfdoshlar bugun bobo-buvilar dildan suhbat qurishdi. Mehrli so'zlar ko'paygan shekilli yuzda o'zgacha tabassumning guvohiga aylandik. Hammamizni birinchi qo'limizga do'stga qarataydan o'qituvchilarimizga istirok qilishimiz yo'q. Eshitamiz. O'z qo'llar bilan bergan maqtov Maktabdagi diydor bir piyola choy ustida davom etdi. Bolalikdagi sho'xliklar va shirin xotiralar yodga olindi. Ustozlarga ham o'z vaqtida berilgan tarbiya uchun alohida tashakkurlar izhor etildi. Sovg'alar topshirildi. Men uzoq Farg'onadan keldim. Shu sinfdoshlarimni ko'rgani, Farg'onada taxta taqozosi bilan Farg'onada yashayman. Lekin uchrashuvda eshitib 3 kun oldin kelib olganman-da, qanot chiqarib 50 yil bo'lganiga hozir ishongim kelmaydi. Shu 50 yil degani bu juda ham katta sana aslida. Lekin bir-birimizni ko'rib, xuddi kechagina maktabga kelgan his-tuyg'ularimiz, bir-birimiz bilan do'stlashgan, birinchi dastlabki salomlashuvlar, ustozlar bilan uchrashuvlar esimizga kelib ketdi. Maktabni ko'rib ko'zlarimizga yosh keldi, to'g'risi. Chunki yoshlikni baribir eslaysiz odam. Inson uchun yoshlik bu juda ham katta bir payt bo'lganki, juda ham oltin davr deyishgani to'g'ri ekan. Mana hozir qaytadan yashardik-da, 50 yilga yashardik. Bolaligim podshohligim deb bejizga aytilmaydi. Eng beg'ubor damlar ham ana shu vaqtda bo'ladi. 1958-yilda tavallud topgan, joriy yil 50 yillik uchrashuvni tashkil etgan do'stlar hali 100 yillikni ham nishonlashni maqsad qildilar.